Mayda Global Trend kompaniyasini Instagram orqali ko'rib kelganman va menda 7 ta kasallik bilan kelganman. Qabziyat, ko'zim zreniyasi pastligi, osteoxondroz, keyin qulog'imda gribok bo'lgan, bug'umlarimda og'riq bo'lgan va men hozirda hammasidan zo'r natijalarga erishganman. Yana bitta nimasi, qizimda yuzi juda ham ugrisi ko'p bo'lgan, uni ko'rsatmagan doktorlarimiz qolmagan, kosmetolog, dermokosmetolog, gastrolog davolagan, lekin hech qanaqa foyda ko'rmagan. Nano balzamlarni bir haftani ichganini o'zida juda zo'r natijaga erishganmiz. Onam 25 yillik sahrlar, ularda hozir 9-7 ga tushdi sahrlari. 25 dan tushib kelyapti sahr. 5 mahal insulinni bir mahalga chiqardik. Hozir xudo xolasa buni natijalari intervyu qilinadi, men bu yerga olib kelaman ularni. O'zimda zreniyam 3,5 bo'lgan, uzoq va yaqinga, hozirda 2,5. Bu 3 oylik natijam. Yana osteoxondrozimda va boshqa kasalliklarimda hammasida zo'r natija. O'zim hamisha energiyaga to'lib yuraman. Yuzlarimda tiniq, harakatlarim juda yaxshi va men buni doim hammaga tavsiya qilaman va o'zim ham hech qachon to'xtatmayman. Hammalariga tavsiya qilaman.